Agar sizni farzandingiz hozirda yoshiga nisbatan orqada qolgan bo'lsa, o'zlashtirishi, she'r yodlashida, diqqatida, xotirasida giperaktivniy bo'lsa yoki bog'cha, maktabda o'qituvchilari undan shikoyat qilayotgan bo'lsa, aynan aqliy salohiyati bo'yicha, demak siz bunga o'z vaqtida yordam berishingiz kerak. Chunki siz farzandingizni bir necha yillarga kelajagini barbod qilgan bo'lasiz agar vaqtida yordam bermasangiz. Masalan, sizga tushuntiraman, 30 yoshda bitta ayol yoki bitta erkak qanday yutuqlarga erishadi, qanday muvaffaqiyatlarga oilaviy ishda yoki do'st yoronlar atrofida qanday muvaffaqiyatlarga erishsa, sizni farzandingizda agarda tengdoshlaridan orqada qolish kuzatilayotgan bo'lsa, demak 30 yoshda emas, bu yutuqlarga 40 yoshda yoki undan keyin erishishi mumkin. Ko'ryapsizmi? Qanchalik o'z vaqtida bolalik davrida bu holatni davolash siz farzandingizning kelajagini shuncha yillarga qutqargan bo'lasiz.